Assalomu alaykum qarindoshlarimiz. Mana bugungi kechliklar xayrli bo'lsin. Men bugun müşahede barlıq aziz qarindoshlarimizni ko'rganimdan intayin xursandman, intayin xushalman. Mush fursat bilan hammalarning tinlariga salomatlik, oilalarga xushallik tilayman. Meningki bu qatam chiqishim 3-chi qatam chiqishim. Birinchi qatam chiqqanda 92-yili. Birinchi qatam bizning opera teatri G'arb sinema operasini olib bir qatam chiqqandik. Ikkinchi qatam 2011-yil bir chiqdi. Mana bu 3-chi qatam. Har qatam chiqqanda har xil yangiliklarni his qilaman. Habrimlarni didorlashganimdan intayin xushallik, baxtli his qilaman. Söz desem intayin yaxshi gaplarim tugmaydi. Shunga gap nasqilay, naqshamni boshlay. Shunga Abiyat riyasetçimiz degandek bizning sahnimizda usullik naqshidan birini aytib bersam, xalq naqshilaridan dağlıq usulchilarimizdan Tursun efendi bilan Ra'noni so'rini taklif etamiz. Qani marhamat. Çok bilan usulni taklif qo'ysak, marhamat. Rahmat sizlarga. Rahmat, teşekkür ederim. Rahmat. Tursun bilan rahmat sizlarga, rahmat.